Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli aka-uka tomoshabinlar. Sizlarga hozir mana 2009-yilda ishlab chiqarilgan antikvarniy holatdagi Nexia 2 miz bor sotuvda 1.6 metalik svetda mashinamiz. Metan gazlar o'rnatilgan. Mana balonchalarning sostoyaniyalari chotki holatda turibdi. Salon ishlari. Kirishlar ideal turibdi. Mashinamizning yurgani hurmatli obunachilarimiz 82 ming probeg yurgan. Hurmatli obunachilar, probegni adashibmiz. 118 ming probeg yurgan, 82 ming deb bo'yni ham bitta Nexia'ni reklama qilgan edik, shu bilan adashdim. 118 ming yurgan egadan dehqondan mashina. Mana metan balonlari o'rnatilgan. Mana holati chotki. Xullas qalon mashinaga kraska yo'q. Olib tekshirib bemalol xarid qilaverasizlar. Egasini o'zini hozirning she'rga nomerini qo'yib beramiz. Iloji boricha naqd pul kerak deyapti. Shu egasini o'zi bilan savdolashib bir qator olaverasizlar. Nexia 2 so'raganlarga mana 2009-yilda ishlab chiqarilgan radnoy kraskada. Kanalimizga podpiska bo'lib like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borasizlar. Sog' salomat bo'lasizlar.